Assalomu alaykum hurmatli Forsalik kanali kuzatuvchilari. Bugun yana alifbodagi ba'zi bir harflarni o'rganish bilan darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizning ilk harfi to yoki itqa harfi bo'lib, o'zbek tilidagi t tovushidan sal dag'al, ya'ni yo'g'onligi bilan farq qiladi. Yozuvi quyidagicha bo'ladi. Marhamat qaraymiz. Bitta tayoq tushadi, keyin ko'zga o'xshagan bir shakl. Bu t'ning alohida shakli. İkki tomonlama qo'shilganligi tufayli to'rtta shaklga ega harflardan biri. Ikkinchi ko'rinish, ya'ni so'z bo'shak shakli shu alohida shaklning o'ziga o'xshaydi-yu, keyiniga qo'l chiqib ketadi. Bu t harfining so'z bo'shagi shakli. So'z o'rtasidagi shakli esa ham oldindan ham keyinidan qo'l bo'lganligi uchun quyidagi 3-shaklda bo'ladi. Qo'l keladi, asosiy shaklning o'zi va qo'l chiqib ketadi. Va oxirgi shakli qo'l kelib asosiy shaklning o'zi bilan to yakunlanadi. Bu to harfi bo'ldi. Endigi harfimiz xuddi shu to harfidek, faqat ustiga bitta nuqta qo'yilishi bilan farqlanadi. Ushbu harfimiz zo yoki izg'i deyiladi. Yozilishi xuddi to'ga o'xshaydi. Mana alohida shakli to'dan farqi bitta nuqta bo'ladi. Mana shu bitta nuqtasi bilan farq qilyapti. Xo'p, so'z boshidagi shakli ham xuddi mana shu t'nikidek alohida ko'rinishidan farqi bitta qo'l chiqib ketadi. Tamam. Va ustida bitta nuqtasi bor. So'z o'rtasidagi shakli qo'l kelib shu zoning o'zi va qo'l keyingi harfga chiqib ketadi, nuqta o'rtada bo'ladi. Va so'z oxiridagi shakli ham qo'l kelib oldingi harfdan asosiy shakl va bitta nuqta. Mana bu z bo'lib hisoblanadi. Bu tohir, zohir kabi so'zlarda bo'ladi. Mana t'ning alohida so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri shakli, z'ning t'dan farqi bitta ustidagi nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Alohida so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiridagi shakllari bo'lib hisoblanadi. Navbatdagi harfimiz ayn harfi bo'lib, o'zbek tilidagi tutuq belgisiga yaqin turadi. Ya'ni ma'no, ma'rifat so'zlaridagi a'ni beradi. Bundan tashqari so'z boshida kelganida a tovushlarini beradi. Buni keyingi darslarda ko'ramiz. Hozir imlosi bilan tanishamiz. Imlosi lotin yozuvidagi e harfining so'z boshidagi shakliga, ya'ni katta harfiga o'xshaydi. Faqat buning ikki qismi satrning ikki qismida bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz. Mana birinchi qismi satrning ustida bo'ladi. Mana bu ayn harfi yozilishi mana xuddi edek birinchi qismi kichikroq satr ustida bo'ladi, ikkinchi qismi satrning pastki qismiga tushadi. Mana bu ayn bo'lib hisoblanadi. Ya'ni a bo'ladi. Bu alohida shakli edi. Endi so'z boshidagi shakli mana bu yerda yozamiz. Birinchi qismining o'zi va keyingi harfga qo'l uzatadi. Bu so'z o'rtasi, so'z boshidagi shakli edi. Endi so'z o'rtasidagi shakli qo'l kelib, xuddi bu qismi uchburchakka o'xshaydi va qo'l chiqib ketadi. Va so'z oxiridagi shakli esa o'sha kelgan qo'l yakunlaydi shaklni. Mana bu so'z oxiridagi shakli. Demak, alohida so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiridagi shakllari bo'lib hisoblanadi. Bu ayn bo'ldi. Endigi harfimiz xuddi mana bu to'ning ustiga bitta nuqta qo'yganda z, zo hosil bo'lgani singari aynning ustiga bitta nuqta qo'yamiz va bu yerda g'oyin hosil bo'ladi. Ya'ni g tovushi hosil bo'ladi. Hozir bunisini ham yozamiz. Mana harfning nomi g'oyin. Beradigan tovushi g bo'lib hisoblanadi. Mana alohida shakli ustida bitta nuqtasi bilan farq qiladi ayndan. So'z boshidagi shakli, so'z o'rtasidagi shakli va so'z oxiridagi shakli bo'lib hisoblanadi. Demak, aynning alohida so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri shakli va g'aynning alohida so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiridagi shakli. Ko'rib turganimizdek, ayn bilan g'aynning yozuvidagi farqi bitta nuqtasi bo'lib hisoblanadi. Endi navbatdagi harfga qaraymiz. Ushbu harfimiz f, o'zbek tilidagi f tovushiga mos keladi. Yozilishiga qaraymiz.
harfning nomi fe, alohida shakli, bu to'liq satr ustida bo'ladi. Mana bu alohida shakli, bu so'z boshidagi shakli, so'z o'rtasida ikki taraflama qo'l bo'ladi va so'z oxiridagi shakli qo'l kelib asosiy shakliga o'xshaydi. Farqi bitta qo'l bilan bo'ladi. Tamom. Mana shu 4 ta shakli. Demak, alohida, so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiridagi shakllari. Endigi harfimiz qof harfi. Harfning nomi qof. Xo'p, yozilishini hozir aytamiz. Mana yozilishi ko'zchadek qism yuqorida, qolgan qismi qozonchaga o'xshab satrning pastiga tushadi. Bu qofning alohida shakli. So'z boshidagi va so'z o'rtasidagi shakli fe ga o'xshaydi, nuqtasi bilan farq qiladi. Qaraymiz, mana. Demak, qning so'z boshidagi shakli, qning so'z o'rtasidagi shakli ikki tomonlama qo'l, ko'zning ustida ikkita nuqta va oxiridagi shakli alohida shaklidan oldindan bitta qo'l kelishi bilan farq qiladi. Mana bu qning so'z oxiridagi shakli bo'lib hisoblanadi. Faqat talaffuziga sal e'tiborliroq bo'lamiz. Hali dars oxirida so'z yozamiz. Q harfi, qof, o'zbek tilidagi q dek emas, balkim g ga moyliroq qilib talaffuz qilinadi. Ya'ni g bo'ladi. Masalan, g'ashang, g'oshiq, g'aychi kabi so'zlar bo'ladi. Dars so'ngida buni yozamiz. Demak, navbatdagi harfga qaraymiz. Ushbu harfimizning nomi qof, k tovushini beradi. Faqat ushbu k ning talaffuzi o'zbek tilidagi k ga nisbatan sal yumshoqroq talaffuz qilinadi. Imlosiga qaraymiz. Harfning nomi qof, k tovushini beradi. Yozilishi mana yuqoridan tushadi, keyin pastga, chapga ko'tariladi. Bu alohida shakli bo'ldi k ning. So'z boshidagi shakli o'sha birinchi qismning o'zi qo'l ketadi, tamom. So'z boshidagi, so'z o'rtasidagi shakli qo'lcha kelib, ko'tarilib, mana bundoq bo'ladi. Va so'z oxiridagi shakli qo'l kelib, ko'tariladi-yu, shundoq yakunlanadi. Mana bu alohida shakli, bu so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiridagi shakli bo'ldi. Bu k harfiniki. Ana endigi yozadigan harfimiz arab alifbosiga forslar tomonidan qo'shilgan navbatdagi harf, ya'ni gof harfi g tovushini beradi. Yozilishda xuddi k ga o'xshaydi-yu, farqi ustida bitta chizig'i bo'ladi. Mana alohida shakli xuddi k day, faqat ustida bitta parallel chiziq tortiladi. Bu alohida shakl, so'z boshidagi shakli, so'z o'rtasidagi shakli va so'z oxiridagi shakli bo'lib hisoblanadi. Ushbu harfimiz g harfi bo'lib hisoblanadi. Demak, alohida, so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri k niki. Endi g ning alohida, so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxiridagi shakllari bo'lib hisoblanadi. Demak, bugungi tanishmoqchi bo'lgan harflar mana shular. Endigi navbat so'zlarni yozamiz va ularning o'qilishi, talaffuzi bilan tanishamiz. Demak, bugun tanishgan harflarimizning ayrim birlari bilan so'zlarni yozamiz, o'qiymiz va tarjima qilamiz. Marhamat, qaraymiz yozilishi va o'qilishiga. Demak, birinchi bo'lib to harfini ko'rdik. To bilan birinchi yozadigan so'zimiz mana v t n. Bu vatan bo'ldi. V t n, vatan. Ikkinchisi T B. TB, ya'ni tibbiyot, meditsina bo'ldi. Demak, to bilan ikkita so'z yozdik. Uchinchi so'zimiz zarf bo'ladi. Mana Z R F. Bu zarf degani idish tovoq degani, ya'ni idish tovoqni zarf deydi forsiyda. Keyingi harfimiz ayn bilan yozamiz. Ba'd bo'ladi. Bu keyin degan ma'noni bildiradi. Keyingi so'zimiz qog'oz bo'ladi, ya'ni qog'oz bo'ladi bu. Undan keyin yozadigan so'zimiz mana pastda yozamiz F R D O, ya'ni fardo, ertaga degani. Keyingi yozadigan harfimiz, so'zimiz uzr, Q
Mana bu ş, n, g. Hozir q emas, q deyiladi. Ya'ni ushbu har so'zning o'qilishi g'ashang bo'ladi. Yana bitta so'zni yozamiz shu yerda. Bu mana q, o, ş, q. q, o, ş, q yozildi, lekin talaffuzda g'oshiq deyiladi. Ya'ni qo'shiq bo'lib hisoblanadi. Keyingi so'zimizga keladigan bo'lsak, demak k bilan so'z yozamiz. Mana k, o, r. Ya'ni k, o, r bo'ldi bu. Ish degani. Navbatdagi so'zimiz mana aynning so'z boshidagi shakli, to'ning so'z o'rtasidagi shakli, oning so'z o'rtasidagi shakli va ro. Bu attor bo'ldi. O'zbek tilida ham attor deyiladi. Barcha so'zlarni bir boshidan takrorlaymiz. V, T, N, vatan. Tarjimasi ham shu. To va B, TB. Ya'ni tibbiyot, meditsina degani. Z, R, F, zarf. Idish tovoq degani. B, ayn, dol. Ba'd, ya'ni keyin. K, O, g'ayn, Z. Qog'oz, ya'ni qog'oz. F, R, D, alif. Fardo. Ana qof, shin, nun, g. G'ashang, chiroyli, go'zal. Qof, alif, shin, qof. G'oshiq, qo'shiq. Qof, alif, re, kor. Ayn, to, alif, ro, attor. Demak, ushbu 10 ta so'zni ko'rdik. Bugungi o'tmoqchi bo'lgan, tushuntirmoqchi bo'lgan harflarimiz va so'zlarimiz yuqoridagilardan iborat edi. Yozgan harflarimizni bir qatordan yana to'ldirib yozinglar, takrorlanglar va yozilgan so'zlarning yozilishi, o'qilishi, tarjimasi bilan tanishinglar. Diqqat e'tiborlaringiz uchun rahmat. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'linglar, boshqalarga ham tarqatinglar. Zero ilm ulashmoq, ilm bermoqqa savob jihatdan teng bo'ladi. Diqqat e'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.